Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining asaddiy obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdingizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyi va yanvar oylariga yangi qabullarimiz boshlangan, xudo xolasa, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumotlarni siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Nizomdon hoji akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat, Xudoga shukr. Hoji aka, hozirgi kunda dekabr oyiga ham res so'ragan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz bor. Shularga dekabr oyi va yanvar oyiga qaysi sanalarimizga qabullar boshlandi? Shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Centrum Holidays obunachilarimiz. Hozirgi kunda xudo xolasa dekabr oyiga sanaqli joylarimiz qoldi. Bu ya'ni 30 hamda 31 dekabr kunlari Farg'ona Jidda hamda Farg'ona Madina primo reyslarimizda joylarimiz juda oz qoldi. Dekabr oyida niyat qilganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, Toshkentdan bo'lsa har kuni dekabr oyiga reyslarimiz bor. Toshkent Madina, Toshkent Jidda reyslarimiz bor. Xohlagan odamlar Toshkentdan primo reyslar, vodiylarimiz bo'lsa, vodiydan ham reyslarimiz juda ham oz qolgan. Ya'ni hozir yanvar oyini ham xudo xolasa qabullarni boshlab oldik. Pasportlarni qabul qilishda davom etyapmiz. Bemalol yanvar oyida ham o'zlaringizga xohlagan sanalarda 2-yanvardan 15-yanvargacha bo'lgan xohlagan sanalarga, xo'p, haftaning seshanba va chorshanba kunlari vodiydan, Farg'onadan, ya'ni haftaning bir kunida Namangandan reyslarimiz bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsang, yana ham batafsil ma'lumotlarni beramiz sizlarga. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham yaxshi niyat qilib ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarda bron qilishlaringiz mumkinsizlar. Xo'p, Hoji aka, bundan tashqari yanvar oyiga, kecha videoda ham o'z bir qator aytib o'tib ketgan edik. Ya'ni yana bir bor eslatib o'tsak, ya'ni yangi ko'rayotgan obunachilarimizga Comfort paket va Standard Plus paket haqida ham ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Standard Plus paketimiz o'zimizda doimiy har kuni kunora reyslarimizdan biri Standard Plus deb aytiladi. Xo'p, Comfort paketimiz ko'plab obunachilarimiz qolaversa o'zimizda shu o'zimizga yaqin bo'lgan insonlarimiz o'zingiz borsangiz billa borardik degan yanvar oyida niyat qilganlarda inobatga olgan holda Centrum Holidays jamoasi bilan birlashib, maslahatlashib haftaning 13-yanvar kuniga, 13-yanvar kuniga haftaning seshanba kuniga xudo xolasa Farg'onadan Primo Jidda reysiga o'zimni boshchiligimda safarlarda amalga oshiryapmiz. Bu paket Comfort paket bo'ladi. Xo'p, ungacha ham 15-yanvargacha ham Standard Plus paketlarimiz kunda kunora Farg'onadan Namangandan reyslarimiz bor. Bemalol Standard Plusga ham bemalol telefon qilsalar ham bo'laveradi. Xo'p, endi Standard Plusimiz bilan Comfort paketimiz farqi nimada deyilsa, farqi oziq-ovqatlari bilan gostinitsa masofasida bo'ladi. Standard Plus paketimizda 200-250 metrda bo'ladi Madinadagi gostinitsamiz. Xo'p, Makka shahrimizda esa 1,5-2 kilometrda bo'ladi. Bu bizning Standard Plus paketimiz bo'ladi. Xo'p, bizda Comfort paketimizning farqi 100 metrda Madinada bo'ladi gostinitsa oraliq masofasi. Xo'p, Makka shahrida esa 800 metr uzog'i bilan 1 kilometrda oraliq masofasida Ajriyat ko'chada Al Nasim degan borib kelgan hoji akalarimiz, hoji onalarimiz bilishadi. Ajriyat ko'chani 800 metr 1 kilometrda oraliq masofasida bo'ladi. Xo'p, Makka shahrida ham, Madina shahrida ham albatta 3 mahaldan zaftrigi bilan oziq-ovqatlarimiz bo'ladi. O'zbek milliy taomlarimiz bo'ladi Comfort paketda. Standard Plusda esa Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal bo'ladi. Farqi shunda xolos. Comfort paketda ham, Standard Plus paketimizda ham barcha ziyoratgohlar 10 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz. Hattoki Toyib shahriga ham ziyoratlarda Comfort paketda ham, Standard Plus paketda ham amalga oshiramiz. Narxida ozgina farq qiladi. Xohlovchilar uchun, masofasi yaqin bo'lishlari uchun, xohlaganlar uchun xo'p, Comfort paket taklif qilamiz. Standard Plusimiz paketimiz ham ozgina shu gostinitsa masofasida farqi bo'ladi xolos. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham mana shu kunlarda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarda bron qilishlaringiz mumkin. Xo'p, Hoji aka, endi kulminatsiya jarayon bu narxida
Ya'ni standart plus paketi bilan komfort paketi narxi necha pul etib belgilandi? Xo'p, standart plus paketimiz $1050 dan 10-yanvargacha amal qiladi. Comfort paketimiz narxi 13-yanvarda biz bilan birga hamrohlik qiladigan paketimiz narxi $1100 dan qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videoda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hoji aka, to'lov masalasini ham bir qator aytib o'tib ketasizmi? Qanday joyda bron qilish mumkin? Xo'p, to'lovlarni biz onlayn ham qabul qilamiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, Telegram, WhatsApp orqali bemalol telefonlarimiz ishlab turibdi. Agar vodiylar bizni kuzatib turishgan bo'lsa, bemalol Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasiga kelsalaring, bemalol shu yerda ham kassalarimiz bor. To'lovlarni amalga oshirib, o'z joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, bizni musofirdan yoki boshqa viloyatlardan bizni kuzatib turgan obunachilarimizga esa bizga Telegram orqali Zagram pasportlarini tashlab bersalaring, biz sizlarga Centrum Holidays'da mana bunday bank shot raqamlarini beramiz. Bank shot raqam orqali o'zlaringga yaqin bo'lgan bank filiallariga borib to'lovlarni amalga oshirsalaring, joylaring bron hisobida o'taveradi. Xudo xolasa. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berdik. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.